kanalimda menga kelgan bitta kommentariyaga ko'zim tushdi. Shunda agar men uxod qilsam, bolalarimga go'sht yedirmasdan uxod qilamanmi? Ikkinchi kommentariya. Sizga nima deb javob bersam bo'ladi? Ukol masalasiga keladigan bo'lsak, bitta gap aytardim-ku, ukolni qatga olishi yuzimda mimikalarim saqlanib qolganidan botoks qilinmaganligini bilsangiz bo'ladi, lekin qilgan taqdirimda ham. Masalan, xo'p, o'sha botoks qilibman deylik. Hacha ko'rinib turibdi qilinmaganim. Mimicheskiy marshinalar paydo bo'lgandan keyin o'sha yuzimga uxod qilishni boshlaganman. Mana ko'ryaptim, marshinalar bor. Uxod yordam bermaydi. Beradi. Yuzingizga to'g'ri tanlangan uxod har doim yordam beradi. Kitob. Men o'qidim. Bu nafs to'g'risida bo'lgan kitob. Kim o'qigan bo'lsa, bu kitob o'qiydiganlar ko'p. Shular bilan gaplashganimda hammamizning fikrimiz har xil bo'lgan. Kimdir aytayotdi, tushunmadim. Kimdir aytayotdi, menga yoqdi bu kitob. Kimdir aytayotdi, menga yoqmadi. Chunki hammamizning dunyoqarashimiz har xil. Hammani o'zini fikri, dunyoqarashi bor. O'shaning uchun men ham bitta kitobman. Kimgadir yoqaman, kimgadir yoqmayman. Это norma. Kommentariy yozganinglarda o'ylamanglar, что men qaramayman. Qarayman.